Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana xudo xolisa Samarqand viloyat Pazdarg'om tuman Ittifoq mahallasida xudo xolisa akamiz xonadonida mana sigir sotiladi. Bu bolasi emas, bu sigir bo'g'oz. Hormang, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamasdan, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Mol dehqonchilik. Dehqonchilik. Uydi moli. Uydiki. Nechinchi qorin bu qorinda? Uchinchiga tug'adi bu. Necha oylik bo'g'oz? 8,5 oylik bo'g'oz. Uchinchisini tug'adimi? Uchinchisini tug'atdi. Uchinchisini tug'adi, 8 oylik bo'g'oz ekan. Gap yo'q. Qanaqa navozga qo'ydilaringiz buni? Simital qo'ygan, simital. Semental. Orqalari kengish, mana holati. Yelinlari ham bir xudo xolisa to'ldirsa katta bo'lib ketsa kerak menimcha. Ha, katta bo'ladi. Tutalari ham uzun ekan, chiroyli mol ekan. 20 talik bo'lsa kerak. Zo'r gavoz mol ekan. 20 talik bor-ku. Eski gavozlardan-da bu, ha? Eski, rossiyskiy xonazot mollari-da. Ilgari mollarida. Bu mollarga ko'pchilik oshiq bo'ladi-da, bunga xudo xolisa. Yaxshi mollar bu. O'tgan zamon bolasini ham ko'rsatib. Qaysi biri? Ikkinchi ola. Manami? Ana ko'kka. Kattami? Gap yo'q. Shu ikkinchi bolasi-da, ha? Uchinchi qorinda uchinchisi. Qorinda uchinchisi ekan, bu ikkinchi bola ekan. Bu bola sotilmaymi? Yo'q. Shu ham simitalga qo'yilgan. Buni ham otasi sementalda. Ha, Bolani zo'r beribdi. Gapi ko'z tegmasin. Sigir ham katta sigir ekan, mayda sigir emas ekan. Necha qilib berdingiz buni? Boy necha deyapsiz buni? 50 baho qo'yib kelishamiz. 50 demang, kelishtiring buni. Kami bor. Kelishtiring. Kelishtirib aytib. Kelishtiring. Endi bunday qaranglar, bir 1 million 500 ming qo'ying, odamlar shunday tavsindan olib ketsin-da. U hozir katta bahoni qo'yib keyin, bu qimmat aytdi, ish bitami, bitmaymi demasin. Shunga kelishtirib aytsangiz yaxshi-da. Ish qo'yamiz. 45 qo'yavering. 45. 45 million, ha? 45 million kami bor. Mana 1,5 oyda O'tkirjon tug'ib beradi bu. Xudo xolasa olgan Deganda 60 millionlik mol shunday ham. Dimonchoq qiladi, ha? Ha, 60 millionlik mol bo'ladi. Pul zaril uchun shakam iltimos qilib chiqaryapmiz. Mana gap yo'q. Ilohim shu borgan joyda ham siz baraka topdingiz, yaxshi kunga sotyapsiz. O xalq ham baraka topsin. Qurilishlar qilish kerak. Umaratga, ha? Umaratga nasib bo'lsin. Gap yo'q mana.